Farhat Hocakanın Merlini bilan Iştepadan Bosil Balvon nevarasi Avaz Balvon. Toyning ustiga 2000 rubl keldi. 83, 85, 82 kelaver. Jahongir Takachi mashhur kashshapti uzun buloq. Jahongir Ilyosdan 200 ming so'm solim keldi. Qaytishingiz toyda ustiga 200. Borasiz 1 gilam 200 ming so'm, qaytasiz 1 toy, 1 sarka 1 gilam 1000 rubl 200 ming so'm bo'ldi. Bobur Shoh bugungi to'y sohibi Umidjonning dadalari Bobur Shohdan Boburjondan 200 ming so'm solim keldi. 1 toy, 1 sarka 1 gilam 1000 rubl 400 ming bo'ldi. 2000 rubl bo'ldi. 83-yil, 85-yil. Vah 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 bular deb bo'lmayapti. Usmon Tiyatdan 85-yil Bobur Shohning jo'ralaridan 1 million solim keldi, ustiga 1 million 400 bo'ldi. 2000 Jo'lmurod do'stidan Boburda Jo'lmurod do'stidan 100 ming so'm solim keldi. Elyazgansizmi? Bu o'zimizga suyishgan buni. Toychoqda dadasi topildi. 85-yilning jo'ralari nomidan yana 200 ming keldi. 85-yilda yigitlari nomidan solim yeblab bo'lmayapti bularda. Dalshi davom etadi. 83-yillar qani. To'yvalarda tog'asi Ro'zimbekdan, Akbar Ali Shohning tog'asi Ro'zimbekdan 200 ming so'm solim keladi. Akbar Ali Shohning tog'asi, to'yvalarning tog'asi Ro'zimbekdan 100 ming so'm solim keldi. Usti qancha bo'lsa? 85 dan yana solim keldi. Telefon o'ynayapti qaychan. Vah 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 vah. Bu 85-yillar yeblab bo'lmayapti. Mana Abbosdan solim keldi 85-yil. Abbos Uzunbuloqdan solim keldi. Palvonlar agar uzoq chopsangiz, uzoq bu 5 millionga ko'tarilib qo'yadi. Yana bir toyning usti bo'ladi. Abbos 80